yerda g'ori bor ekan. G'or yopiq ekan, hozir avariyli holatda ekan. Xullas hozir tepaga chiqib ko'ramiz qabriga. Bu yoqda ham mana bunaqa amallarda qilish taqiqlangan deb yozib qo'ygan. Xullas mana shu zina orqali chiqamiz. Mana bu yerga chiroyli jumlalarda yozib qo'yibdi. Xullas chiqyapmiz hamon. Mana bu bitiklarda ham juda zo'r yozgan ekan. Xo'p, mana bu yoqqa ham oltinga teng so'zlar yozib qo'yibdi. Zara. Sharafli hadis Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam albatta amallar niyatga bog'liqdir. Albatta har bir kishi niyat qilgan narsasi bo'ladi. Bas, kimning hijrati Alloh va uning rasuli uchun bo'lsa, uning hijrati Allohga va uning rasuliga bo'ladi. Kimning hijrati dunyo uchun bo'lsa, unga erishadi. Yoki ayol uchun bo'lsa, uni nikohlab oladi. Bas, uning hijrati nima uchun qilgan bo'lsa, o'shanga bo'ladi, dedilar. Beshovlari rivoyat.